Urg'och ko'yqidagi obunachilarimizga urg'ochlarda haqiqiy yosh variantlarda yetib keldi. Hurmatli obunachilar, videoda erinmasdan oxirigacha ko'rib turasizlar. Xudo xolasa sizlarga foydali, manfaatli video berishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum ko'char o'sh qizlari, hurmatli obunachilar va bizni muntazam kuzatib kelayotgan aziz aka-ukalar. Akalar, xudo xolasa bugun biz video syomkalarimizni sizlar uchun Namangan viloyati, Namangan tumani Tepa-Qo'rg'on qishlog'idan olib boryapmiz. Video yoqsa bittadan like bosib, kanalda yangilar, xudo xolasa obuna tugmachasini bosib, like'larni bosib, xudo xolasa qo'llab turasizlar. Xudo xolasa narxlari arzon bo'ladi, xudo xolasa. Xo'p, akalar, bugun hafta kunimizga dushanba. 11 may 2026 boshlanganlar hammalaringga xayrli, barakatli o'tsin deya o'zimizni ukamiz Abbosxonni xonadonlariga tashrif buyurdik. Erinmasdan oxirigacha ko'rib turasizlar. Abbos, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Mirtaka. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugungi Xudo xolasa qo'ylarni yaxshilardan, sifatli, chiroyli variantlardan, eng muhimi narxlar yengillardan chiqarib beramiz. Videomizni boshidan bittadan like bosib, qo'llab-quvvatlab turasiz degan umiddamiz. Obuna qo'yinglar, Xudo xolasa. Bugungi partiyamiz Xudo xolasa assortiment ko'p, qo'chqorim, suvlig'im, ona bola hamma turdan Xudo xolasa chiqarib beramiz. Birinchi partiyamizga Mirtaka 7 dona qo'ylarni tozalardan Xudo xolasa chiqarib beramiz. Yig'ra variantlari bular. Haqiqatdan mana it boshi yaxshi, hurmatli obunachilar. Erinmasdan oxirigacha ko'rib turasizlar. Qo'ylarni Xudo xolasa hamma turidan chiqarib beramiz deyapti mana. Erinmasdan oxirigacha ko'rib turasizlar. Mana polvonlaridan haqiqiy zo'rlaridan. Mana bir dona 4 tishimiz bor mana. Bir dona 4 tish. Abi endi chiqdi. Hali tenglamabdi. Hali tenglagani yo'q. Hali tenglamabdi. To'llari yaxshi ekan, xudo xolasa. Bombalari Hammasi mana yaxshi. Oyoqlari ham baquvvat ekan, ha? Ha, yerdan so'qqapti bu. Bo'g'asizligini aniq aytmaymiz, lekin yerdan bor. Mana shu narsa, ha? Ha, shu narsa beramiz mana. Bo'ylarini ham yerdan balandligi mana. nechga chiqsa, olishaveradi xudo xolasa. Chiqqaniga bu sonargasi, hurmatli obunachilar. Haqiqiy quloq oshlari ham but-butun. Chiroyli narsa ekan, hurmatli obunachilar. Qo'y Dona shu itidan qizdirdi aka. qatdan qo'ydi. Haqiqiy gullaridan ekan, hurmatli obunachilar. Buni garabonus qarang, qo'chqorda ham yo'q. Bu qarang. Garbonus qaranglar. Garbonus chiroyli ekan, hurmatli Ham obunachilar. to'ni ham yaxshi-da, qaymoq to'ndan. Ushlab turing shunday. Orqasi ham, razrezi ham bor ekan. Qo'l razrez, dakancha. Bu aka qo'zichoq bu mana. Hali qo'zichoq ekan. Ha, metraj ko'rishimiz bor aka. Metrlar ekan. Haligi turgan hisobiga ham qo'y ko'ryapsiz. Qanaqa bo'lsa berasiz, hurmatli obunachilar. Xudo xolasa bu yerda 7 bosh ekan, xudo xolasa. Bir dona 4 tishi bor, ha? Ha, bitta mana shu 2 tishimiz ham bor mana. Ya'ni 2 tish ham bor, ha? 2 tishga endi o'tgan ekan. Lekin tug'magan. Hali tug'magan. Yo'q, tug'magan. Badani qarang. Katta badani ham zo'r ekan, hurmatli obunachilar. Itlari yaxshi mana. Quloqlari. Mana shu 2 tish, shu birinchi ushlagan ham 4 tish qolgan, 5 tasi qo'zi aka. Qolgan 5 tasi qo'zi hammasi, ha? Bo'ylari aka shu 80 pessimistga oshaveradi, endi chiqqaniga oshaveradi, xudo xolasa. Lekin qo'ylarda yaxshilar, xudo xolasa. Bo'ldi, joningiz sog' bo'lsin, xudo xolasa. Mana xudo xolasa yeb-ichlarda muammosi yo'q, ha? Yo'q aka, kelganiga bularni yaqin bir hafta bo'ldi aka. Aha. O'sha fonni hashar, yem hammasini berib sinab ko'rdik, keyin chiqaryapmiz. Sinovdan o'tgan. Ha, sinovdan xotirjam bo'ldi, mana sinov o'shaveradi aka. Bemalol xudo xolasa yana bir hafta sinov olar ekansizlar, xudo xolasa mana bunaqa yuzlarini e'tibor berasizlar, yuzlari, garbonuslari hammasini chiroyli bir-birlari. Lari bo'lsa qo'shsa ham bo'laveradi, chunki buni biz naq bo'g'oz yaxshi deymiz aka. Mana shu narsaga o'shaveradi. Narsaga beramiz. Qo'ydi yilini borki, badanni ham istaymiz. Mana bo'lishi ham mumkin. Qo'chqorni ham zo'ri aka, bir dona chiqarib beramiz, ko'p tursa. bo'ldi, jon sog' bo'lsin. Oxirigacha ko'rib turasizlar, xudo xolasa. Qo'chqor so'raganlarga ham qo'chqorlardan haqiqiy zo'rlardan bor deydilar. Uni ham chiroyli qilib yoritib beramiz. Erinmasdan oxirigacha ko'rib turasizlar, hurmatli obunachilar. Xo'p, bo'g'oz qisirlarga garantiya bermas ekanlar. Xudo xolasa qo'chqorlaring bo'lsa, bemalol xudo xolasa olib qo'shib uzoq yillar bolalarni olib yuraverasiz, xudo xolasa. Xo'p, Abbosxon ko'p cho'zmaymiz, ko'p qo'ylarni maqtamaymiz. Qo'yni o'zi ko'rganlar o'zi tushundi. Xo'p, buni o'zi maqtasin. Buni bir joyga olishsin, maza qilsin, nech puldan berasiz? Aka, qo'yishyapti demayman. Hamma o'zimiz nima qilsin. 6,5 milliondan aka 7 tasini xudo xolasa olib beramiz. Dastlabkilarini shu oddiy bo'lib shungacha besplatni qilib yetkazib beramiz, xudo xolasa. Vohaga so'rasizlar-chi? Biz obunachilar ko'proq vohadan. Vohaga Samarqand, Qashqadaryo pora telefon qilishadi, mashinalarni xudo xolasa imkon bor chiqarib beramiz aka. Mashina bo'lsa bo'lsa chiqarib beramiz, uni muammosi yo'q. Biz dastlabkasiga ozgina yordam berishadi. Bo'lishi mumkin ekan. Bo'ldi, joningiz sog' bo'lsin. Xudo xolasa aytilgan summaga vodiy bo'lib Toshkentgacha yetkazib olib berishar ekan. Xudo xolasa vohaga bo'lsa kelish bo'lar ekansizlar. Xo'p, o'tib beradigan joyini aytib ketsangiz, xudo xolasa
Shunga qarab telefon qilishaveradi. Bo'ldi, aka, mayllashmayman, 50 ming so'mdan 2 ming so'mdan kam bersin, telefonni yana xayrga beramiz. Shunda qanchadan bo'lyapti? 6 million 300 ming so'm. so'mdan aka. Narx qo'yyapman, telefonda, lekin ko'p emas, ozgina xayrga beraman aka. Yettasi olsa, vodiy bilan Toshkentgacha besplatni dasturkamiz. Vohalarga o'zlari qilsa juda yaxshi bo'lardi. Uni ham kelishamiz xudo xolasa. Telefon qilib odamni xullas ishini bitirasiz. Bo'ldi. Joningiz sog' bo'lsin mana. Holatga qarab aka, plyus minuslarni qilib beramiz. Bo'ldi. Xudo xolasa bemalol metkani qilib tashlayverasizlar. Pastdagi nomerlarda Telegram, WhatsApplar bo'ladi. Bemalol. Yo'q, WhatsApp yo'q, Telegram bor. Telegram bor? Telegram bor, WhatsApp yo'q, Telegram bor. Bo'ldi. Holiyalar aka kimga yo'q, qasdi yo'qsa tashlashaveradi. Masalan, yo'q, hammasi olmay demayman. Endi vohaga bo'lsa bitta-bitta qiyra o'zi bilasiz. Vodiy bo'lib Toshkentga bo'lsa aka, xohlasizlar bitta o'zini sotaveramiz, xohlasa guruhdan sotaveramiz, farqi yo'q. Bo'ldi. Joningiz sog' bo'lsin. Kimga qiziq bo'lsa, pastdagi nomerlarga bemalol aloqa qilib ko'rasizlar. Xudo xolasa ishlaringni bitirib beradilar. Bitmaydigan ishlar o'zi yo'q. Keyingi paytlarga o'tiramizmi? Aka, bo'lmasa keyingisi o'tiramiz. Bo'ldi, bizda endi keyingi partiya kuzatish davom etamiz. Hurmatli obunachilar, bizda ikkinchi partiyaga mana bunaqa to'qli variantlar ekan. Oxirigacha ko'rib turasizlar, ichida haqiqat zo'rlardan bodam gullari ham bor ekan. Hamma turdan bor aka. Bodam gullisimi, ko'klisimi, sarig'i, hammasidan bor. Edilboy hammasidan asarti ekan-a? Bular ham 7 ta. Bular ham 7 bosh. Bular ham 7 bosh, xudo xolasa 7 dan bir xizr dedi aka. Yaxshi qo'zlarimiz, bular ham yaxshi sifatlari ham yo'g'ini. Sinadi aka, yebishlar bularga ham bir hafta garantiyamiz bor. Xotirjam sinab ko'rib olishadi aka. Hammasini qarab, dumbalar tikka dumba, birorta bir osilgan dumba, qolpi dumbasi, yo'qasi yo'q. Hammasini suyaklari zo'r mana. Tutunini qarang aka mana. Sim tundan, sim jundan mana. Buni o'zi junini olmasa ham bo'laradi. Biz mashikka qilib qo'ydik-ku. Jun yo'q edi o'zi bularda. Hammasi qarang, hammasi sim jun. Quloq oshlari ham zo'r shalpon quloq ekan-a? Mana buni jun nima bo'lmaydi, o'smaydi-da buni. Endi o'zi tilab cho'radi olmasa. Bo'ldi. Nimalar yaxshi bo'lar aka, 75 atrofiga olishadi aka. Plyus minuslari, bir eksakti farqi bor. Bo'ldi, joningiz sog' bo'lsin. Xo'p, xudo xolasa bemalol bir hafta yedirib ichirib olishaveradi obunachilar. Sog'ligi zo'r aka, yeb ishlari zo'r. Endi quyosh hisobiga ham endi ozgina kalasiga turibdi aka. Ha, issiq hisobiga hurmatli obunachilar to'g'ri tushunasizlar, kallasini ozgina yeb olyapti. Bodam gul ishqozlarga mana bunaqa bodam gullari ham bor ekan. Xo'p, xudo xolasa obunachilar bemalol aloqa qilib ko'rasizlar, ishlaringizni bitirib berishadi mana. Askaga o'xshab, terib turibdi. Hammasini dumba boshini sizlarga mana bir qator ko'rsataman. Keyin mana bu oyoqlarga ham e'tibor berib qaraysa, oyoqlari ham stakan tuyoq, haqiqiy zo'rlardan ekan hurmatli obunachilar. Ayollar ham tikka, mana baquvvatda ingichka emas, ham bunday emas, ham bunday emas. Qishga ketmagan. Hamma yog'i yaxshi, qarang, quyoshda xotirjam, qo'rqmay ostida yaxshi nasl, yaxshi qilsa bo'laveradi ekan. Bo'ldi, joningiz sog' bo'lsin. Xo'p, bular necha oylikka beramiz ularni? Bular aka bir o'rtacha 10 oylik bo'lsa kerak. Oldi 10 oylik atrofida ekan hurmatli obunachilar. 8,5 9 10 oylik atrofiga 10 oylik atrofiga. Mana. Shu narsaga olar ekansizlar. Xo'p. To'g'ri. To'qli hali qo'chqar qo'shilmagan bunga. Qo'chqar qo'shilmagan, qo'shib, xudo xolasa. Endi hozir masalaga avgust qo'shsa, yana o'sib oladi, suyaga ham kengga bo'ladi, xudo xolasa. Hozir mana yem berib, semirtirmasa, ozgina kepakli berib ham suyagini o'stirib olib, shu avgustga qo'shqarni qo'shsa, xudo xolasa maslahatga muvofiq bo'ladi ekan. Hamma o'zini stili bor, bizdan tavsiya. Bo'ldi, joningiz sog' bo'lsin. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa, qo'ylar mana shu narsa ekan. Qo'chqorlaring bo'lsa bemalol olib qo'shib, xudo xolasa. Yosh variantiga qiziqqanlarga mana yosh to'qli variantlari 10 oylik atrofida deyaptilar. Abboson qo'ylarni ko'p maqtamaylik, buni qo'l degan narxiga o'tiramiz. Aka, qo'ylar o'zi maqtashimiz narxini aytaylik. Aka, oldi qashqat kerak, 5 million 600 ming so'mdan. 5,5 milliondan aka ketaveradi. Vaqt aqamel 5,5 million so'mdan. Shuni 5 million 400 dan qilib qo'yaylik. Biz yaxshi narxaysiz shekilli aka. 5 million 400 dan qilaylik. Shu bilan keyingi partiyalarga o'tiramiz, bo'lsa. Bo'ldi, aka 5 million 400 dan 7 tasini olishadi. Telefon qilib o'sha vodiydan qaysi burchagidanman deysa aka, yana xayri bor. Yana xayri bor. Ha. Joningiz sog' bo'lsin. Bo'lsa shu elektrdan keturadi. Bo'ldi. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa 5 million 400 dan deyaptilar. Hammasini olgan odamga xudo xolasa yana xayr sunnatiga o'tib beradilar. Xayr sunnatiga o'tib berishadi xudo xolasa. Bemalol aloqa qilib ko'rasizlar, xudo xolasa. Ishlaringizni bitirishadi. 3 ta olaman deysa ham, gulbodamni, ko'kni olaman deysa ham, aloqa chiqishosin aka. Xotirjamizda haligi bitta sotilman, ikkita sotilman deyish yo'q aka. Kelib ko'rsa, nakaz tashib beramiz. Xohlasizlar bitta olsa, xohlasizlar guruh olsa, hozir hamma qo'ramda qo'yib ketsin.
sotilaveradi aka. Bo'ldi, masa sotish. Massaj aka. Bo'ldi. Xudo xolasa olg'ashga. Joningiz sog' bo'lsin. Hurmatli obunachilar, kimga qiziq bo'lsa bemalol aloqa chiqarasizlar. Bizni kuzatishlar bo'ling, bizda keyingi partiya. Hurmatli obunachilar, bizda endi 3-partiyamizga mana bunaqa urg'ochilarda haqiqiy zo'rlardan ekan. Erinmasdan oxirigacha ko'rib turasizlar. Qisqacha ma'lumotni Abbosamiz o'zidan olamiz. 3 partiyamizga chudona aka. Aha. Xudo xolasa bir-biridan chiroyli variantlari. Endi jun olmadi, chunki junni o'zi yo'q ham aka qo'ylari, ko'ryapsiz. O'zi mana Simji variantlar ekan. ikkita aka tulaydigan narsa aka. Ha. Lekin jun yo'q, eng chekkalari ham. Stoykalarga alohida ahamiyat berasizlar. Oyoqlari, zo'r aka qo'ylari. hatto oyoqlari stakan yo'q. Badallari ham, e'tiboshlari ham yaxshi ekan, hurmatli obunachilar. Tayyor aka. Qo'shqarga tayyor variantda. Xudo xolasa tish buzmagan hali bular. Yo'q. Yosh qo'zicha, uchovi ham. Uchovi ham yosh. Yosh qo'zicha bo'lar aka. 75 plus 80 ga yaqin davos. 75 plus ga olishaveradi aka. Bo'ldi. Necha oylikka beramiz bularni? Bular ham shu aka 10 oylik atrofida. Ha, 10 oy nari beri. Mana nari beriga hurmatli obunachilar. Xudo xolasa qo'chqor yerim tashlamagan. Xudo xolasa qo'chqorlarning bo'lsa bemalol qo'shib qo'yagansizlar. Mana bu ham juda boshqa narsa ekan mana. Quloqlariga aytaverasizlar. Sharpon quloqlar. Obunachilar mana. Qo'yda haqiqiy noyoblaridan ekan. Kimga qiziq bo'lsa, kallaga bu narsalarga qarang aka, o'ta nima chiroyli bo'lib chiqqanda xudo xolasa mana. Gullari ham, arqa dumbalari ham kelishgan mana, razrez ham bor ekan, ha. 3 dona xudo xolasa bir qo'ra variantdan ekan obunachilar. Kimga qiziq bo'lsa, mana xudo xolasa qiziqqanlarga tavsiya qilamiz. Qo'chqorlar bo'lsa bemalol qo'shib, uzoq yillar bolalarni olib yurasizlar o'zlari mana. Quyoshda to'g'lanadigan simjun variantidan mana o'zi to'kiladigan obunachilar. Gullari tayyorsa ham to'g'radi aka, bizning o'zi tilab sho'radi xudo xolasa. Bo'ldi. Samiglamni yosh ekan, ha? Ya yosh qo'zicha aka. Qo'y qancha tug'sa, shuncha olishaveradi aka. Bular tug'magan. Hali tug'magan xudo xolasa 5-6 yillab xotirjam uzoq yillar boqib bolalarni olib yuraverasizlar, hurmatli obunachilar. Xo'p, Abbosan bu yog'i endi obunachilar o'zlari bahoni berishadi. Buni narxini nima deymiz Abbosan bir joyga olsa? Aka bular ham xudo xolasa endi nima edi? Savdoga yaqin qo'yib aytyapsizlar, tepadan kelmaymiz aka, 6,5 ham demaymiz. 6 million 200 ming so'mdan aka uchovini xudo xolasa bir joyga beramiz. Telefon qolsa aka, yer sunnatini chiroyli qilib o'tib beramiz aka. Uchovini 3 dona aka, 30 sakarta emas, bitta degani. Uchovini bir kishi olsa maza qilib boqsin aka, xudo xolasa. Ko'ryapsiz qo'ylar narxini ham. O'zimizga aslida bozorda ham bergan yo'q aka. 6 million 200 ming so'mdan dedimmi? 6 million 200 ming so'mdan aka, xudo xolasa olib nasibalarni beramiz. Vodiyning ichida ham telefon qilsa aka, shu Andijon, Farg'ona, Namangan telefon qilsa, yana 100 ming so'mdan xayri bor. Yana xayri bor. Nimaga aka xayr qilib beramiz? Chunki dastlabki bizga yengilroq vodiyning ichiga. Bunday Toshkentga bo'lsa, Samarqand boshqa bo'lsa dastlabki qimmatroq bo'ladi. Qo'y ko'proq yuradi aka, qiynalib boradi. Shuna hisobiga endi bizda hozir dastlabki muammo xolos. Olib beramiz, qara qilib borsan ham. Mashina bo'lsa bo'ldi. O'zidan kelib olib ketsa, yana xayr sunnati bor xudo xolasa. Bo'ldi, joningiz sog' bo'lsin, xudo xolasa. Xudo xolasa telefon qilishaveradi xayr sunnatiga. Ha, xayr sunnati bor. Chiroyli qilib o'tib berasiz, Xudo xolasa endi telefon qilib odamni nima edi, bir-birimizga mana yaxshi chiqish qilsa aka. Aytilgan narx muhim emas aka. Telefon qilsa, xudo xolasa chiroyli qilib xayr sunnat qilib beramiz inshaalloh. Bo'ldi, joningiz sog' bo'lsin. Xudo xolasa bemalol aloqa chiqarasizlar. Ustiklari o'ta chiroyli qo'ydi. Turushlari ham juda chiroyli. Xudo xolasa kimga yoqsa aloqa chiqarasizlar, ishlaringizni bitirib berishadi. Ha, mana. Qo'y mana mushug'i savoqu. Qarday o'lashlari mumkin mana. Qo'zichoq. Qo'zichoq ekan. Ha, endi buni dal yurganda shu tumshuqqa o'lishim kerak yem yeganda. Bo'ldi. Xudo xolasa, ham yosh qo'zi, qilmagan qo'shqolar bo'lsa, qo'shib yaxshi narsa olishiradi xudo xolasa. Qo'shqolar zo'ri ham bor, buni ham kerak bo'lsa chiqarib beramiz. Bo'ldi. Xo'p, bizni kuzatishga davom etamiz, hurmatli obunachilar. Bizda endi keyingi partiya. Hurmatli obunachilar, bizda endi keyingi partiyamizga mana bundaqa urg'ochilarda haqiqiy zo'r variantlardan ekan. Erinmasdan oxirigacha ko'rib turasizlar, buni ham chiroyli qilib yoritib beramiz. Qisqacha ma'lumot Abbosanizdan olamiz. Aka qo'yda o'sha yirigini, suyagi balandini olaman degan akalarimizga xudo xolasa, qo'ylari kattalari, suyagi baland 80 plyuslar aka, yirik haqiqatan gavdalari. Narxlariga arzon aka. Arzon bo'ladi? Narxlari arzon aka. Gavdasi katta, puli arzon variantlar aka xudo xolasa. Yoshlari ham unaqalik qarni emas.
4 ish 6 variant ekan. 4 6 variant. Sifatlarga o'zi bayberasiz. Endi ozgina aka qayoqlarga qo'yiladi. Lekin suyak o'ta variant qo'yiladi. Haqiqatdan suyaklar yurak bunaqa 100 variantlardan bor ekan. Edirboy hammasidan bor ekan, hurmatli obunachilar. Yiriklardan. Hurmatli obunachilar. O'zlaring bahoni berib qo'yarasiz, ko'rasan. Mana shunaqa 100 variantlardan ekan, tozalari xolos. Qo'llaringiz chiroyli. Mana 4 chegan. Mana, hurmatli obunachilar 4 ish. 100 variant ekan, xudo xolasa sifatlari chiroyli ekan. Hammasi o'sha Qirg'izistonning qo'ylari, xudo xolasa bizga yengil keldiki, bular yengil qo'yaveramiz. Yengil ketaveradi, ha? Yengil ketaveradi aka. Yegishlari hammasi chiroyli hammasi. Qo'ylarning hammasida yelim bor, lekin biz buni bo'g'oz demaymiz. Aha. Chunki bizga ham kelganda qo'ylar. Bo'lsa mana bunisi lekin qornishlar qo'ygan ekan mana bu. Aka qarang, ko'pida hammasini ko'rsatsam, hammasi yelim bor aka katta-katta. Haqiqatdan. Buni bo'g'oz masalan sotsam ham bo'laveradi aka, lekin ertaga tug'masa o'zimga minus bo'ladi aka. Bir kishi og'riq bo'lsa bo'lmaydi. Shuning uchun mana shu narsa olishaveradi. Olsin aka, kimyo bo'lmaydi. Bular Abbosan qo'chqaricha yurganmi? Qo'shqorda aka yurgan aka, qo'ylar aka katta qo'shqorlarimiz bor, xudo xolasa o'sha qo'shib yuribdagi, hozir ham yuribdagi qo'ylarchi, qo'shqorlar ichida. Kattani mana qo'chqor ichida yurgan. Har ehtimolga qarshi qo'shqorlar bo'lsa, qo'shqo'shuradi. Xudo xolasa, lekin qo'ylar qo'shqorda yurgan, shu narsa olishiradi, xudo xolasa narxlari 6 dona o'zi. Bo'ybasi nima deymiz? 80 dan oshiga bular? 80 pul, 80 pul esa endi 80ni bittami, ikkitami qolganlar hamma 80 ustida. 80 ustida. 80 chiqaveradi, xotirjam 80 ustida aka. Hammasi ham xudo xolasa holatiga qarab, sifatiga qarab aka, narxlari eng muhimi arzon xudo xolasa. Obunachilar. Narxi aka 7 million 8 million ish kerak yo'q aka. Realni bo'lsin, yengilki haqiqatda yengil qo'yamiz aka. 6,5 million so'mdan aka ketaveradi optimiga. 6,5 million so'mdan. 6 bosh 6,5 million so'mdan narxayaptilar. Abbosan bir kelishtiring endi buni. Obunachilar o'shan qarab telefon qilsin. Ko'ryapsiz aka, mayda narsa emas aka. Endi menda endi qo'zicha olmas aka. Bu hozir katta narsa. O'zi 100 mingdan aka xayr qilib beraylik. Yana 100 mingdan. Xayr qilib beraylik. Shunda aka 6tasini bitta olsa, endi bitta ikkitaga unaqa narsa o'zimizga to'g'ri kelmaydi aka. Chunki bizga band kellari bor. Masalan, buni ikkita kattadan ko'rasiz. O'ta suyoq bayaldagi. haqiqatdan 20 millionga yaqin qo'yiladi, sotilgan narsalar. bo'ldi. 6tasi bitta olsa 6 million Tushadi. so'mdan turadi. Xudo xolasa 6tasini bir joyga ketsa, xo'p qo'yda kalang ega bo'lyapti. Quyosh hisobiga haqiqatdan. Ozgina endi issiq ko'ryapsiz, o'zimizga ham ta'sir qilyapti aka. Haqiqatdan ham, ammo lekin kun rosa issiq bo'lyapti. Kun issiq bo'lyapti aka. Shu kunlarda mana issiq kunlarda ham Xudo xolasa, hurmatli obunachilar, sizlarga mana shunday videolarni qilyapmiz. Xudo xolasa mehnat qadrlab bittadan like deb bosib, Xudo xolasa qo'llab tursalaring, erinmasdan hozir chiqarib beramiz. Abbosa yana o'tberdan joyi bormi bo'lsa, like bosib, obuna bo'ldim degan odamga o'tberdan joyi bormi yana? Ikkinchi qo'sha masalan chiqib turib 60 to'rdan qo'ydim aka, bir so'm kamiga to'g'ri kelmaydi deyilmaydi aka. Telefon qilsa, aytdim o'sha odam bilan baribir gaplashsangiz bilasiz, masalan gapingiz tushib qolsa aka, xursandchilikda masalan beyorasiz 6 milliondan ham. Gapga bog'liqda aka. 6 million 400 dan narx qo'yapmiz aka. Telefon qilsin, xayr qilib beramiz. Bo'lsa agar mana shu vodiy bo'ylab bo'lsa aka, mana shu Andijon, Farg'ona, Namangandan telefon qilsa aka, yana 100 mingdan xayr qilib beramiz. Bo'ldi, joningiz sog' bo'lsin. Hurmatli obunachilar, Xudo xolasa bemalol aloqa ochib qolsa, Abbosxon sizlarning ishlaringizni bitirib berishadi. Yana aka bonus yeri o'zi kelib aka, kelib ko'rib, usta savdo qilsa aka, yana xayri bor. Agar dastakmasini o'zim qilib olaman desa, yana xayri bor aka. Bo'ldi, joningiz sog' bo'lsin. Zerikincha o'tiraveradi, farqi hamma qo'ylarimizdan ham Xudo xolasa chiroyli qilib xayr sunnatini qilib beramiz inshaalloh. Hamma qo'yadi, Xudo xolasa xayri sunnatiga o'tib beradigan joy bor ekan. Bemalol aloqa ochib qolasizlar, hurmatli obunachilar, Xudo xolasa telefon qilgan odamni ishlarini bitirib berishadi. Bitta olishadimi? Bundan bitta ag'dan 3 ta olishadimi? Bitta qo'shqoq qo'shib bundan 2 ta bitta qilishadimi? Farqi yo'q aka, sotilaveradi. Kimga endi hamma ko'niga qarab aka. Biz hech qachon hammasini bittadan olsin deymiz aka. Sharoit qarab, holatiga qarab, ko'ngilga qarab olishga xudo xolasa. Bo'ldi. Xudo xolasa pastdan bilan aloqa ochib qolasizlar, yil 12 oy bu yerda qo'y uzilmaydi. Xudo xolasa ishlarini bitirib berishadi. O'zimiz ishlaymiz aka. Hamma bilasiz, ishlarimiz so'la qo'ra. Bo'ldi. Hurmatli obunachilar, kuzatishni davom etinglar. Bizda endi keyingi partiya. Hurmatli obunachilar, bizda endi keyingi partiya. Keyingi partiyamizga mana bundaqa chiroyli ona bola variantdan ekan. Yerinmasdan oxirigacha ko'rib turasizlar. Abbosan, o'zingiz ma'lumotni berasiz bu haqida. Aka bolasi urg'ochi. Quloqlarga tursiga, tumshug'iga etadi qulog'i. Haqiqatan qulog'idan hayot uzun ekan. Sifatlari ham. Sifat va simchin aka, to'nni. Onasi bilan aka to'nda o'tgan.
Mana onani ko'ringmi? Onasi ham Yana polni simjun. simjun variantlariga. Joyida, bo'lsa kallalari oq yuzda. Xolasa haqiqiy zo'ridan boqaman deganlarga tavsiya qilamiz. Ona bola qidirib yurgan aka-ukalarga bu videoda jo'natib qo'yasizlar. Bolasi aka shu 5-6 yil qo'ygan. 5-6 oylik, ha? Mayda qo'zichoq emas, aynan to'g'rida u ham. Bolasi urg'achi, qo'chqor. Urg'och bo'ladi. Urg'och, ha? Urg'och ko'paysin. Ko'paysin aka. Endi hozir urg'och bo'lgan yaxshi bo'lyapti-ku. To'g'ri. Onasini ham ko'ryapsiz. Hozir simjun. Yuzlari ham Yana qo'shqa qo'shsa bo'ladi degan sima. Kallan qarang aka. hayt nima qilgan yuzi ham qarang. Obunachilar. Bunlar simjunda. Onasi ham maydanasi emas aka. Onasi ham 80 pil sanasini bo'ygan. 80 plyusga berasiz. Ikkinchi bolasi aka bu. Ikkinchi bolasi. Ikkinchi bolasi xudo xolasa ishlarni ham bir ko'rsatamiz mana. Shu tushdan endi olib ketadi. Ikkinchi bolasi xudo xolasa. Shu bu tug'ab to'rt qo'yganda bu. 6 oylik dedingiz-a buni? Ha bu 5 oy 6 oyda. Bo'yini 75 ga beramizmi? O'sha bu 75 ga olsin, buni aka 80 plyusga olsin. 80 plyusga. Xudo xolasa narxlari yengilga chiroyli narsa. Yebisdan mamasi yo'q. Yo'q, u kelgan aka menga 10 kun bo'ldi kelganiga. Ya'ni 10 kun bo'ldi. Xudo xolasa sinab olganlar mana bemalol sizlar o'svaring yedirib ichib olasizlar. Xudo xolasa mana bunaqa quyoshga to'lmagan simjun variantida mana. Oyoqlari ham haqiqiy mana ikki o'yinga stakkan tuyoq ekan. Zo'r aka. Ay buni son yo'q ekan. O'zlariga haligi liniya qilib olgan, zot qilib olgan aka. Yaxshi narsa, onasi ham masalan hozir ham qo'chiradi, bolasi ham avgustda qo'chiradigan narsa aka. Qo'shqonlar yaxshisini qo'shib, yaxshi narsa olsalar ko'payib ketaradi xudo xolasa. Qo'shqonlaring bo'lsa olib qo'shib qo'ysalaring mana o'zidan ko'payib yuraveradi hurmatli obunachilar. Narxlari ham yengil aka. Narxlar yengil bo'ldimi? Narxlari yengil. Narxlarni qanchaga qilib berasizlar bo'lsa? Aka haligi yakkalak bo'lsa olsangiz chiqaradigan nima qilib beramiz aka. Buni haligi 13,5 million qo'ymaymiz. Bitta aytamiz aka 12,5 million so'mga xudo xolasa ketaveradi. 12,5 million so'mga. 12,5 million so'mga. Xudo xolasa oddiy bo'la Toshkentgacha o'zlari yetkazib olib berishadi. Bemalol aloqa qilib ko'rasizlar, xudo xolasa ishlarni tutib berishadi. Xayr olsun, o'tib berdan joyda bormi bo'lsa? Telefon qilsak ish bitadi. O'zlari o'tib berasizlar. O'zlariga telefon qilsa. Lekin aka yomon bo'lgani yo'q, masalan, vodiy bo'lib qolsa, ozgina ko'p emas, yengil hayr qilib beraman aka. 13,5 million chiqashyapti aka. Endi yakkalakga masalan sotsangiz ham 5,5 aka 7 million hisoblasangiz ham bo'laveradi. Xudo xolasa. 5 ham bermaydi-yu. Sifatni ko'rasiz onasini ham. To'g'ri simjun aka, simtonda. Endi bizga yengilroq kelgan uchun aka yengil qo'yapmiz, xudo xolasa. Telefon qilishaveradi aka. Hurmatli obunachilar, kimga qiziq bo'lsa, bemalol aloqa qilib ko'rasizlar. Ishlaringizni bitirib berishadi. Bizni kuzatishni davom etinglar, biz endi keyingi Chiqardi aka, zo'ri boshi oxir partiyamizga. bo'ldi. Hurmatli obunachilar, bizda so'nggi partiyaga mana bunaqa shalpon qulog'idan ekan, hurmatli obunachilar. Qo'chqorda haqiqiy qulog'i 20 ligidan mana qidirganlarga mana bir qator sizlarga 20 plyusda bir qator chiroyli qilib sizlarga buni obzor qilib beramiz. To'llari ham mana bunaqa quyoshda yiltiradi ekan. Simjun. Sizga mana yuzlari ham qo'chqor yaxshi bor degan. Oq yuzda aka, bu Arashamdagi afg'onni bolasi gibrid. Gibrid, ha? Ha, endi haligi gavdasi katta bo'lish uchun aka afg'onga qo'shilgan bu narsa. O'shancha afg'on qoni bor. O'z dumbasidan ko'rsangiz ham bo'laradi. Ikki dumbayi afg'onga salpal nima tortib ketgan, ha? Gibrid. Gibrid qo'chqor. Arashamni afg'onni bolasi, xudo xolasa yosh mana qo'zichoq, mayda tishali. 14 tish bo'lsa u hali 12 oylik bo'lgan yo'q menimcha. Haqiqatdan ishlari mayda marjon ekan hali hurmatli obunachilar. Tushlariga e'tibor berasiz, tushlari ham haqiqiy zo'r ekan tushlari. O'zimda turgan aka bu 4 oy yo 5 oy bo'lib qolganicha yarim yil bo'ldi-da. Qo'ziga kichkina qo'ziga olganmiz. Xudo xolasa bo'ylari ham 90 plyus. Hali bu qulog'i 20 plyus, 20 plyus aka, 20 plyusga oshaveradi aka. Katta quloq ham nihoyat uzun ekan hurmatli obunachilar. Endi kalla katta bo'lgani uchun ham quloqja bilingani yo'q. Gavdasi katta, kalla ham mizan katta. Shunga bir metr tashlab ketaylik, bo'yiga ham. Mana metrdan Takroriy videoga ham hojat qolmaydi shunda. Mana obunachilar yerdan balandligi mana hozir chiqqanlar bu so'rasizlar. Bu aka normal o'sadi, chunki bu semiz emas-da bu. Nima aytaylar, bu simetriyaning yo'q mana, oriq. Spartin holatda qo'chqor Haqiqatdan qo'shilmagan. to'liq qo'shilmagan spartin holatda. Xudo xolasa yaxshi narsa. o'zim tarbiyalab olaman degan obunachilarga tavsiya qilamiz. Xudo xolasa shuncha tarbiyalandi aka. Qiziq odamga o'zini soch ijazat berilmasin, endi qiziqqanlar bo'lsa sotamiz aka. Ziqqallarga sotiladi mana. Obunachilar xudo xolasa qo'chqor izlab yurgan aka-ukalarga jo'natib qo'yasizlar bu videoda. Xudo xolasa mana
yoshidan o'zim tarbiyalab olaman degan obunachilarimizga tavsiya qilib qolamiz. Abbosjon so'z isboti bilan bo'lsin, shuni qulog'iga bir o'lchab ketaylik, keyin narxiga o'taveramiz sherda. Metr 2 metr bormi? Mana hurmatli obunachilar, bu yerga kalsoda. Kalsoda o'lchayapmiz. Bu yerga mana 20,5. 20 dan 20 dan oshiq. 20 dan 20 ga oshiq. yaqin. Mana ko'rdilaring. Xolasa takroriy videoga ham hojat qolmadi. Xudo xolasa yebisdanmi olmas yo'q a? U 5 oydan turibdi men qo'rimda. Bo'ldi. Xudo xolasa bemalol bir hafta yedirib ichirib o'tirasizlar. Bo'y bastani ko'rlang, quloqlarni ko'rlang, yuzlari oq yuz. Chiroyli mana haqiqatda. Nihoyatda baquvvat narsa ekan. Og'riq bo'lgani uchun shuncha to'sh turibdi. Biz semasa mashga chiqadi. Ay, yesa olib ketadi. Kilo bo'yicha oladi agar. Oyoq kiyimlik hamma yo'q. O'ziga yarashgan. Obunachilar. Kimga qiziq bo'lsa bemalol qo'yib qo'shganini tavsiya qilamiz, xudo xolasa. Birinchi, ikkinchi partiyada qo'yadi. O'ynab mana shu qo'shqoladi. Qo'shib olishni ham tavsiya qilaman. Qo'shib bo'lsa o'radi xolasa. Xo'p, Abbosjon, endi buni video so'ngida buni nima deymiz narxini? Aka, bo'larni aytaman, deb bermayman. Bo'lishini aytaman aka. Dollarga qo'yamasan, so'ngga qo'yindi deb o'zi aytganingizga aka, 12,5 million so'mga beraman. 1,5 million so'mga. Lekin o'tib bera olmayman aka. Chunki qo'y o'zimga yana ancha qoldi, yaxshi qo'y o'yganman o'zim. Alloh bo'lsa, ish qo'vozi bo'lsa aka, Qo'chqorda masalan, bilaysiz, avgustga olbatsan aka, o'zi 1,5 mingga olaveradi. To'g'ri. Endi hozir o'zim esa aka, quloqlari uzun, ham buni kallaga bir oq yuz. Bunaqa qo'ydi, bilasiz, so'sh qiyin, oq yuz chiqardi. To'g'ri. Buni qo'y demaydi ham. 12,5 million so'm aka, ma'qul kelsa, o'sha dastak basin, bu valga ichini qilib beramiz, bo'lsa. Kelsalar shu dastak basiniga ozgina qilib beramiz. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa, sotish niyatim yo'q dedilar. Lekin sotiladi. Ishqi ovoziga sotiladi. Ishqi ovoziga qiziqqaniga sotiladi, hurmatli obunachilar. Kimga mana shunaqa qo'chqor qiziq bo'lsa, yoshidan tarbiyalab olaman degan aka-ukalarga tavsiya qilamiz. Quloq oshlarini ko'rlaring, 20 dan oshiq. Qo'y bostlarini ko'rlaring o'zlaring. Haqiqatdan aybi nuqsoni yo'q ekan. Bemalol xudo xolasa bir hafta yedirib, ichirib, sinovini o'tkazib, xudo xolasa. Fitnalari ham bor. Haqiqatdan hech qayerda fitna yo'q. Haqiqatdan oq qorin, oq dumbalar bor, usti qizil tondan, o'sha svetli tondan ekan. Tamam, yugurib ekan. Bemalol hurmatli obunachilar aloqaga chiqarasizlar. Xo'p, bizda so'nggi partiyada bu. So'nggi partiya aka, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, obunachilar, ketkizgan vaqtlaringizga rozi bo'lasizlar. Xudo xolasa hamma Alloh baraka bersin. Shunaqa qo'shqorlardan 100 talab, 200 talab boqish nasib qilsin degan aka-ukalar bittadan like bosib, xudo xolasa bag'inlab turasizlar. Like bosib qo'yinglar. Havas qilishga odam xolasa cho'l narsalar chiqardi. Endi narxlar ham menga qo'ydi, o'ylayman o'zim. Fikrlarni kommentga yozib qoldinglar, arzon qimmatda. Bizga qiziq. Men masalan o'zim o'qib chiqaman kommentlarni hammasini. Qanaqa qo'yga talab masalan menga barra qo'zi kerak, katta qo'zi kerak deb talab bo'ladi baribir. Yozsa shunga qarab bilamiz xudo xolasa. Bo'ldi, joningiz sog' bo'lsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, Abbosjon.